Hayırlı gün dostlar. Bizning yangi chiqqan gazetamizni ko'rdingizmi? Yoqtashimiz Rashid Abiy Sabirov birinchi betlikda ham Rashid Abiy birida. Rashid Abiy yozmamizni o'qidingizmi? Nechik sizga yoqadimi? Gazetani bek ushattım, bek ma'qul yozgansiz men to'g'rida. Men bek aybat o'zida endi 4-oktyabrda Tuban Urusvaqa avuli madaniyat yurtida benim 70 yoshlikka bag'ishlangan yubiley kecham. Afanasyev Mikhail Pavlovich bek zo'r rahmat. Artistlarga shulay hurmat ko'rsatgani uchun, menga yordam etgani uchun. Mikhail Pavlovich, zamanında siz o'zingizda vuz studentlarına naqla bilim bergan pedagog bo'lgansiz. Bugungi kunda o'qituvchilar dinastiyasidan bo'lgan anigiz Flora Vasilyevnaning g'ururligi tayanıcı. Xalqqa o'ng'ay turmush shartlari tug'dirudagi tirishligingizni tug'an avlan bashikka qaytgan sayin ko'ram, avuldoshlardan sizning haqda maqtov so'zlaringizni eshitam. Salomatlik, oila baxti, ilk kun eminligi tilab, hurmat bilan Rashid Sabirov.